Bugun mijozga xarajat hamda to'lovlarni qanday amalga oshirishni ko'rib chiqamiz. Demak, mijozimiz qarzdor, buni qizarib turgandan bilamiz. Hop, mana bu yerda kassaga to'lov qilish bor. Buni bosadigan bo'lsak, demak, jami 16 ming so'm qarzi borligi ko'rinib turibdi. Tafsilot qismida ko'rsak, mana bu yerda Lesa 175 uchun bir kunlik ijara uchun narx yechilgan. Bunisi demak birlik uchun yechilgan. Bu ham 175 lik uchun yechilgan. Ya'ni har biri nima uchun qancha pul yechilgani ko'rinib turadi. Hamda jami qarzi hamda ijara olgan narsalar ko'rinib turadi. Buni o'tgan safar ham ko'rgandik. Hop, endi bundan tashqari nima qilsak bo'ladi? Agar o'sha sizlar korxonalaringda yetkazib olib borib berish transportirovka bo'lsa, buni ham qo'shish mumkin. Buning uchun mana bu xarajat qilish degan joyi bor. Shunga kiriladi. Mana yo'l kira hamda zarar. Demak, ijaraga olgan buyumga zarar yetkazgan bo'lsa, unga ham pul to'latish mumkin. Yo'l kira. Yo'l kira olib borib berildi deylik. 30 ming so'm yo'l kira to'landi. Mana bu yerga yozib qo'yish mumkin xohlagan narsani. Lekin yozish shart emas. Yozmasangiz ham hech narsa bo'lmaydi. O'zingiz uchun agar olib borishni qo'yaylik. Olib borish yo'l kira demak qo'shildi. Demak, mijoz tafsilotini yana ko'rsak, demak 30 ming so'm nima qilindi? Yo'l kira qo'shildi. Olib borish yo'l kira qo'shildi. Demak, qarzi 46 ming so'm bo'ldi. Ya'ni siz nimadan mijozdan pul olsangiz, uni avval mana bu yerga minus qilib o'sha xarajat qilib olib olasiz. Undan keyin to'lovga alohida yoziladi. Bundan tashqari mana bunisini ham ko'raylik. Zarar uchun demak bir narsani sindirib qo'ydi. Misol uchun 100 ming so'm uni xarajatini to'ladi. Yozamiz. Sindirgani yoki mana yo'qotgani bo'lishi mumkin. Ko'proq yo'qotib qo'yadi. Yo'qotib qo'ydi. Esani deb yozib qo'yish mumkin. 100 ming so'm shuning uchun zarar undirildi mana. Xo'p, mana bular faqat qo'shiladi xolos. Unga mana minus 100 ming degani, demak zarar uchun yo'qotib qo'ygani uchun lesani qo'shilyapti. 30 ming so'm. Ya'ni jami qarzi 146 ming so'm bo'ldi. Hali biz klientdan narsa olganimiz yo'q. Demak, narsasini yetkazib berdik. Bunga agar siz pul olsangiz, avval xarajat qilib uni yozasiz, keyin kassaga alohida to'lov qilinadi. Mana bu to'lov. Demak, birinchi 30 ming so'm yo'l kiraga oldik. 30 ming so'mda hozir. 30 ming so'm ekan yo'l kira. Mana 30 ming so'm yo'l kira olsangiz, avval uni yo'l kiraga yozasiz, keyin olganingizni yozasiz. Xo'p, ikkinchisi chegirma. Chegirmani xohlasangiz yozasiz, xohlasangiz yozmaysiz. Pul sifatida, pul ko'rinishida bo'lishi kerak, lekin bu qo'shimcha ma'lumot. Misol uchun yo'l kiraga deb qo'yish mumkin. Yozmasangiz ham bo'laveradi. Faqat narxni kirg'izish kerak xolos bu yerda. Tasdiqlashni bosamiz. Mana demak, tafsilotga kirsak, demak, to'lov mana biz avtomatik tasdiqlash qilib qo'yganimiz uchun tasdiqlanib qolyapti. Bo'lmasa tasdiqlanishni o'chirib qo'yilsa, tasdiqlashni yoqib qo'yilsa, mana bu yerda X ko'rinib turadi, ya'ni tasdiqlanmagan hali bu pulni o'sha ish egasiga adminga topshirilmaganligini bildiradi. Demak, 30 ming so'm qarz olyapti. Hop. Keyingisi endi jami qarzini uzdi. 116 ming so'm uzdi. Ya bo'lmasa, chegirmani ham ko'rsatib ketaylik. 100 ming so'm berdi, siz 16 ming so'm chegirma qilib berdingiz. Mana shu holat yozilishi kerak. Ya'ni mana bu qarz miqdori общий yozilishi kerak. Olgan pulingiz qancha, chegirma qilib berganingiz qancha. Shundan keyin hammasi to'g'ri ishlaydi. Mana. Endi ko'rsak, mana Alijon Valiyevning rangi qizarishdan yo'qolib qoldi, ya'ni qizarmay qoldi. Bu uni qarzi tugaganini bildiradi. Tafsilotlarda ko'rish mumkin. Demak, 3 ta narsa ijara olgan, hamda yo'l kira olgan, bir narsaga zarar keltirgan, mana bu yerda yo'l kira olgan. Hammasi demak minus bo'lib qizarib turadi. Olgan pullar yashil bo'lib plus bo'lib turadi.
Hop, shu holatda ko'rinadi. Oxirgi oldi berdilar, tepada ko'rinadi. Hop, mana bu tasdiqlanmaganlar bo'lsa X bo'lib turadi, tasdiqlangandan ingichkaga aylanib qoladi. Hop, demak bu yerda familiya ismi, balansi, adresi, telefonni bosilsa avtomatik telefon qilishga o'tib ketadi. Telefon ishlatib turgan paytda. Mana bu yerda ham xuddi shunaqa. Telefonni bossa avtomatik telefon qilishga o'tib ketadi. Hop, izlash mumkin. Biz izlashlarni ko'rib chiqmadik hali. Hozir Alijon desak, mana hozir bitta Alijonligi uchun mana sohib deylik. İzlesek hech narsa yo'q. Alijon Valiyev o'zi bittaligi uchun. Endi ko'proq bo'lganda yana bir ko'rsatib beramiz. Buning uchun mijozga xarajat qo'shish, to'lov qilishlarni ko'rib chiqdik. Hozircha shu.